Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behruz Hafizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni o'taymiz. Bugungi mavzuyimiz nomi demak molekulyar hodisalarni tavsiflashda termodinamik yondashuv bo'ladi. Xo'p, reja, qaytar va qaytmas jarayonlar, kvazistatik jarayon, ideal gazning ichki energiyasi. Demak, bu mavzuni boshlang'ich qismida o'tamiz. Xo'p, shu paytgacha sizlar bilan demak molekulyar kinetik nazariyaning dastlabki demak qismini o'tdik va bunda o'sha ideal gazning demak bosimi haqida gaplashdik, uning temperaturasi, molekulalarning demak o'rtacha kvadratik tezligi, Maksvel taqsimotlari va hokazolar demak mavzularni qarab chiqdik. Endi mana shu har bir gaz uchun yoki bo'lmasa moddalar uchun ma'lum bir qonuniyatlarni termodinamika nuqtai nazaridan qaraymiz. Xo'p, birinchi ko'radigan holatimiz bu muvozanat holati. Sababi termodinamik parametrlarda, ya'ni termodinamik asosiy parametrlar bu nima edi? Gazning hajmi, bosimi, temperaturasi, mana shu 3 ta asosiy holat parametr, bu holat parametrlari deyiladi. Mana shu parametrlar gaz qachonki muvozanat holatda bo'lsa, shu vaqtda demak u parametrlar olinardi. Xo'p, endi muvozanat holati nima o'zi? Muvozanat holati demak fizikaning moddani muvozanat sharoitida issiqlik harakati bilan bog'liq bo'lgan umumiy xossalarni o'rgatuvchi qismi, demak bu yerda termodinamika deyiladi. Termodinamika asosan mexanikaviy ishning demak issiqlikka yoki har qanaqa energiyani issiqlikka aylanishining asosiy savollaridan biri hisoblanadi. Kundalik hayotimizda ham ko'rganmiz, masalan ko'pincha elektr energiyasi bu issiqlik energiyasidan olinadi. Faqat bizda endi harorat bilan, ya'ni issiqlik bilan bog'liq bo'ladigan har qanaqa o'sha energiya almashinuvi demak termodinamika qarab chiqadi. Agar sistemaning holatini belgilovchi makroskopik kattaliklar o'zgarmas bo'lsa, sistema termodinamik muvozanat holatida bo'ladi. Asosiy parametrlarimiz ya'ni bosim, harorat, shuningdek bosimimiz agar konstanta, haroratimiz konstanta va hajm konstanta bo'lganda amalga oshar ekan. Ya'ni termodinamik muvozanat bo'lganda ko'chish hodisalari kuzatilmasligi kerak. Ya'ni bosim ham butun sistema bo'yicha konstanta bo'lishi kerak, harorat konstanta bo'lishi kerak hamda hajm konstanta bo'lishi kerak. Agar bu parametrlardan biri demak qanaqadir o'zgarish sodir bo'lsa, u yerda bu muvozanat buziladi va ko'chish jarayonlari vujudga kelishi mumkin. Masalan, bosim o'zgarishida demak modda o'sha bosim yuqori bo'lgan nuqtadan pastki nuqtaga qarab oqadi. Harorat o'zgaruvchan bo'lsa, ya'ni harorat konstanta bo'lmagan holatda bu paytda issiqlik o'tkazuvchanlik hodisasi ro'y beradi. Va hokazo demak nimani ko'rishimiz mumkin. Bu hodisa issiqlik o'tkazuvchanlik, masalan diffuziya, kimyoviy reaksiyalar, fazaviy o'tishlar to'xtaydi. Ya'ni muvozanatda bo'lgan holatda, termodinamik sistemamiz muvozanatda bo'lgan holatda barcha o'sha ko'chish jarayonlari to'xtaydi. Ya'ni diffuziya, kimyoviy reaksiyalar deymiz, fazaviy o'tishlar, endi kimyoviy reaksiyalarda barchasi emas va issiqlik o'tkazuvchanligi. Lekin molekulalarning harakati mavjud bo'ladi. Masalan, bu degani molekulalar harakatdan to'xtaydi degani emas. Masalan, harorat tebir-teng tekki bo'lganda sistema termodinamik muvozanatda bo'lmaydi. Muvozanatda esa teng konstanta bo'lganda erishar ekan. Xo'p, qaytar va qaytmas jarayonlar. Endi tabiatda ko'radigan jarayonlarimizning deyarli barchasi bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Sababi ma'lum bir o'zgarish sodir bo'lganda albatta u yerda energiya yo'qolishi yuzaga keladi va albatta bu yerda demak jarayon qaytmas bo'ladi. Masalan, mexanikaviy holatda qarasak agar Newton mayatniklarini ko'rganmiz. Mana shu Newton sharchalari yoki deymiz, shu sharchalarda bittasini muvozanat vaziyatdan chiqarib qo'yib yuborganimizda, uning o'sha potensial energiyasi va kinetik energiyalar natijasida kelib ikkinchi sharchaga uriladi-da, qolgan sharchalarga ular harakatga keltiradi. Endi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin baribir harakat so'nadi. Yoki matematikning o'zini olsa agar, uni muvozanat vaziyatidan chiqarib ma'lum bir potensial energiya berib qo'yib yuborsa agar, u muvozanat atrofida demak harakatlanadi va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin to'xtaydi. Bunga sabab demak bu kuchlar demak ta'sir etishi, ya'ni og'irlik kuchi ta'sir etadi unga, yerning gravitatsiya kuchi va ikkinchi tomondan havoning qarshilik kuchi ham ta'sir qiladi.
yoki bo'lmasa ma'lum bir sharchi koptokni ma'lum bir masofaga ko'tarib qo'yib yuborsa agar, u yerga kelib urilgandan keyin ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Ya'ni oldingi balandligiga ko'tara olmaydi. Sababi u pastga tushayotganda borib yerga uriladi, ma'lum bir energiyasini yerga beradi, deformatsiyaga sarflanadi va boshlang'ich balandlikka chiqa olmaydi. Agar sistema biror sababga ko'ra muvozanat holatdan chiqsa, so'ngra o'zicha qoldirilsa, u holatda sistema o'zidan muvozanat holatda o'tishi mumkin. Demak, muvozanat holatda har qanday molekulyar sistema unga tashqi kuchlar ta'sir qilmaganda o'tadigan holat hisoblanar ekan. Masalan, bitta qizigan shar bilan bitta sovigan sharni kontaktga keltirsa agar, qizigan shardan sovuq sharga qarab turib, demak, issiqlik o'tkaziladi. Va mana shu issiqlik o'tkazilishda ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin ikkala o'sha sharchaning harorati tenglashadi va natijada issiqlik o'tkazuvchanlik bo'lmaydi, ya'ni haroratlar tenglashadi. Yoki bo'lmasa bitta gaz ballonda masalan bosim yuqori bo'lsin, 100 kilopaskal, ikkinchisida esa 50 kilopaskal bo'lsin. Ularni tutashtirsa agar, boyagi yuqori nimadan yuqori bosimli ballondan past bosimli ballonga qarab turib, demak, oqim vujudga keladi va bu oqim qachonki o'sha bosimlar teng bo'lganda, demak, to'xtaydi. Muvozanat holatda o'tish jarayoni relaksatsiya deyiladi. Buning uchun ketgan vaqt relaksatsiya vaqti deyiladi. Ko'pincha jarayonning, demak, qaytmas jarayonlar uchun o'rinli bo'ladi yoki qaytmas jarayon bo'ladi. Xo'p, masalan, bu nima degani? Xuddi mexanikada masalan ko'rganmiz. Demak, o'sha g'ildirakning inersiya momentini aniqlashda, g'ildirakni harakatga keltirgandan keyin masalan tashqi kuch to'xtagandan keyin g'ildirak o'zining boshlang'ich nuqtasiga kelishi kerak edi. Bu mexanika kursida o'tgandik. Mana shu g'ildirak, demak, to'xtaguncha bo'lgan vaqt relaksatsiya vaqti deyilardi. Yoki bo'lmasa termodinamik sistemani o'sha muvozanat vaziyatdan chiqarganimizda tashqi kuchlarning ta'siri to'xtagandan keyin endi vaqti boshlasa agar, to o'sha muvozanat vaziyatiga kelguncha ketgan vaqt bu relaksatsiya vaqti deyiladi. Endi mana bunga qarasa agar, masalan, harorat o'tishida T1 katta T2 da bo'lsa agar, u holatda katta haroratdan kichik haroratga qarab issiqlik o'tkazishi vujudga keladi. Qachonki T1 teng T2 bo'lguncha, ya'ni haroratlar tenglashguncha. Lekin T1 dagi harorat T2 dan masalan oshib ketmaydi. Ya'ni harorat berish natijasida ikkinchi jismga ko'p, birinchiga nisbatan kattaroq harorat o'tib ketmaydi. Xo'p, qaytmas jarayon. Aytib o'tdikki, tabiatda bo'lgan jarayonlarning barchasi qaytmas jarayonlarga kiradi. Qaytmas jarayonda sistema yoki jism holatining shunday o'zgarishi aytiladiki, bu jarayon teskari yo'nalishda amalga oshirilganda sistema xuddi to'g'ri jarayonda o'tgan oraliq holati orqali teskari ketma-ketlikda o'zining dastlabki holatiga qaytsin. Biroq sistemaning tashqaridagi jismning holati sistemadan tashqaridagi jismning holati o'zgarmay qolishi kerak bo'ladi. Lekin amalda bunaqa bo'lmaydi. Masalan, porshen ostidagi gazni harakatlantirganimizda o'sha porshenni silindr devorlari bilan ishqalanishi natijasida bir qism energiya o'sha ishqalanish sababli yo'qoladi. Hop, mexanik jarayonlar qaytar bo'ladi agar ishqalanish bo'lmasa. Demak, yuqori aytib o'tilganimizdek, agar ishqalanish bo'lmaganda mexanik jarayonlar qaytar bo'lar edi. Sababi, demak, K yoki mu bu qaytmas bo'lsa agar, bu demak K teng emas 0 bo'ladi. Agar 0 bo'lganda, u holatda bu issiqlik yo'qotilishi bo'lmasdi yoki energiya yo'qotilishi bo'lmasdi. Xo'p, demak, bajarilgan ish bir qismi issiqlikka ketadi yoki ajriladi. Sof mexanik jarayonlar qaytar bo'ladi. Yuqoridagi keltirilgan shartlarni qanoatlantiradigan jarayonga qanoatlantirmaydigan jarayon, demak, qaytmas jarayon deyiladi. Agar shartni qanoatlantirsa, u holatda qaytar jarayon deyiladi. Ya'ni qaytar jarayonda sistema va tashqi muhitning o'sha energiyasi o'zgarmasdan boshlanish holatida qoladi. Kvazistatik jarayon. Butun jarayon davomida sistema muvozanat holatida qoladigan jarayon kvazistatik jarayonlar deyiladi. Kvazistatik jarayonlar qaytar jarayonlar bo'ladi. Kvazistatik jarayonlarni ko'rgan edik va bunda P teng PV, ya'ni hajmga bog'liq edi yoki bosim haroratga bog'liqligini ko'rgandik.
Xo'p, mana shu demak bog'lanishning egri chiziqlari chizish mumkin edi. Qachonki bu parametrlar butun hajm bo'yicha bir xil modda yoki izotrop bo'lishi kerak edi. Tabiiy ro'y beradigan barcha shu jarayonlar, masalan, issiqroq jismdan sovuqroq jismga issiqlikning uzatilishi, gaz aralashmalarida konsentratsiyasining tenglashishi va hokazolar, demak, hamma vaqt qaytmas bo'ladi va albatta bular nokvazistatik jarayonlar deyiladi. Xo'p, ideal gazning ichki energiyasi. Endi tabiatda mavjud bo'lgan o'sha modda holatlari, uch xil holatini ko'rib chiqqandik biz. Demak, qattiq, suyuq va gaz holatda. Albatta bu demak plazma holati bor. Plazma holatini ko'rmaymiz. Uchta moddaning holatida bo'lganda, masalan, qattiq jismlarning molekulalari nisbatan bir-biriga yaqin joylashganligi sababli, ya'ni ular molekulalarining o'lchami ular orasidagi masofaga nisbatan kichikligi sababli ularning o'sha o'zaro potensial energiyasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham qattiq jismlarning ichki energiyasini bu demak molekulalarning o'sha o'zaro potensial energiyasi tashkil etadi. Xo'p, suyuq holatda bu kuchlar nisbatan, ya'ni masofa bir-biriga teng, shuning uchun ham potensial va kinetik energiyalar bir-biriga teng bo'ladi. Va suyuqliklarning ichki energiyasi bu ikkita energiyalarning yig'indisiga teng bo'ladi. Endi gazlarda molekulalar orasidagi masofa juda kattaligidan ularning kinetik energiyalari potensial energiyalariga nisbatan bir qancha katta bo'ladi. Va shuning uchun ham gaz holatidagi moddalarning kinetik energiyasini bu o'sha ichki energiyasini kinetik energiya tashkil etadi desak xato bo'lmaydi. Xo'p, modda gaz holatda bo'lganda demak molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kichik bo'lib, molekulalarning o'rtacha potensial energiyasi o'rtacha kinetik energiyasidan ancha kam bo'ladi. Ya'ni ko'rib turibdiki, Y kinetik juda katta Y potensialga bo'ladi. Ya'ni ichki energiyaning asosiy qismi deyarli molekulalarning kinetik energiyasiga to'g'ri keladi. Modda suyuq holatda bo'lganda aytdik, bu kinetik energiya bilan potensial energiya tengligi sababli taqriban bu jarayonda demak umumiy energiya ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, qattiq holatda kinetik energiya potensial energiyaga nisbatan juda kichik bo'ladi. Shuning uchun ham bu o'sha potensial energiya qattiq jismlarda demak potensial energiya ichki energiyani tashkil etishi belgilangan. Ya'ni aytsak bo'ladi, sababi unchalik qo'shganda farq katta bo'lmaydi. Bir atomli ideal gazning ichki energiyasini hisoblab ko'raylik. Xo'p, gazlarda endi ichki gazning ichki ya'ni ideal gazning ichki energiyasi bizda shartimiz bor. Gazimiz ideal, real gazlardan hali ko'rayotganimiz yo'q. Ideal gazning ichki energiyasi uning molekulalarning ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasidan iborat bo'ladi. Boya tushuntirib o'tdikki, sababi bu yerda potensial energiyalar juda ham kichkina, shuning uchun ham biz faqat kinetik energiyani hisoblab ko'rishimiz mumkin. Endi har bitta yo'nalishda o'zi harakat 3 turga bo'linadi: ilgarilanma, aylanma hamda tebranma. Endi molekulalarda har qanaqa harakatda ham 3 ta o'sha yo'nalish bo'yicha to'g'ri chiziqli harakatlanishi mumkin. Ya'ni x, y, z bo'yicha ilgarilanma harakatlanishi mumkin. Shuning uchun ham molekula x, y yoki z bo'yicha harakatlanishi mumkin va bunda har bitta yo'nalishga to'g'ri keladigan o'sha energiya demak KT yoki bir KT ga teng bo'ladi. Umumiy holatda demak 1/2 KT ga teng bo'lsa, demak umumiy holatda 3/2 KT ga teng bo'ladi. Aylanma harakat va tebranma harakat energiyalari ham mavjud. Ideal gazning o'rtacha kinetik energiyasini quyidagicha topishimiz mumkin. Bizda demak ilgarilanma harakatda tezlik jihatdan demak kinetik energiyasi mv kvadrat taqsim 2, harorat tomonidan qarasa agar kinetik energiyasi 3/2 KT ga teng edi. Bu ikkalasini tenglashtirsak agar, bu yerda masalan tezligini topishimiz mumkin yoki ikkilar qisqarsa haroratni ham topishimiz mumkin. Xo'p, bir atomli molekulaning n-tasi uchun buni quyidagicha yozishimiz mumkin. U barobar 3/2 NKT. Biror gaz molekulasi uchun masalan 1 mol bo'lsa agar, 1 mol moddadagi molekula soni bu Avogadro soniga teng bo'ladi. Va u holatda mana bu n o'rniga demak Na oladi. Na ko'paytirilgan K bu universal gaz doimiysini beradi. K bu yerda Boltzmann soni edi. N Avogadro soni, ikkalasining ko'paytmasi universal gaz doimiysini beradi. Va natijada ichki energiyamiz bu 3/2 RT ga teng bo'lar ekan.
Hop, bir atomli ideal gazimizning ichki energiyasi u barobar 3/2 RT ga teng bo'lyapti. Bu ifodadan ko'rinadiki, ideal gazning ichki energiyasi uning absolyut temperaturasiga to'g'ri mutanosib ekan. Hop, endi termodinamik sistemaga o'tamiz. Termodinamik sistema o'zi nima? Qisqacha ko'ramiz va demak qolgan darslarimizda yana davom ettiramiz. Termodinamik sistema nima? Termodinamik sistema bu tashqi muhit haqiqiy yoki xayoliy qobiq bilan ajratilgan boshqa jismlar yoki moddalar bilan energiya almashanadigan demak modda hisoblanadi yoki sistema desak ham bo'ladi. Yoki moddalar aralashmasi. Hop, termodinamik sistema qanaqa bo'ladi? Termodinamik sistema fizik bo'lishi mumkin, ochiq, yopiq, izolyatsiyalangan, kimyoviy, demak heterogen va hamda gomogen demak termodinamik sistemalarga bo'linadi. Endi termodinamik sistema aytdik, ochiq, yopiq turlari mavjud. Bu bir-biridan farqi nimada? Masalan, ochiq sistemada modda demak kirishi ham mumkin, chiqishi ham mumkin. Modda kirib chiqishi ham mumkin, hamda energiya almashishi ham mumkin. Xo'p, yopiqda endi qarasangiz agar modda demak chiqmaydi, lekin energiya almashadi. Tashqi muhit bilan energiya almashishi mumkin. Xo'p, izolyatsiyalangan endi sistemalarimiz bor. Bu izolyatsiyalangan sistemada nafaqat modda, balki energiya ham tashqi muhit bilan almashilmaydi. Ya'ni tashqaridan modda qo'shilmaydi ham, chiqmaydi ham, energiya ham chiqmaydi hamda kirmaydi ham. Mana bunaqa demak sistemalarga, C turidagi sistemalarimizga izolyatsiyalangan sistemalar deyiladi. Sistema energiyasi bu uning ish bajara olish qobiliyati hisoblanadi. Xo'p, mavzuyimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.